Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 2 noyabrdan keyin pensiya va nafaqa to'lovlari nega ayrim odamlarda to'xtatilishi mumkin? Kimlar xavf ostida? Kimlar bemalol bo'lishi mumkin va eng asosiysi, to'lov to'xtab qolmasligi uchun hozirroq nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, nogironlik nafaqasi oluvchilarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, shuningdek ota-onasi, buvisi yoki bobosining pensiyasini olib beradigan farzandlarga tegishli. Men sizni qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun gapiryapman. Chunki ko'p hollarda pensiya bekor qilinmaydi, balki hujjat. Ma'lumot yoki tasdiqlashdagi muammo sabab vaqtincha to'xtatiladi. Lekin odam buni vaqtida bilmasa, 1 oy, 2 oy, ba'zan undan ham ko'proq pulni ola olmay qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday muhim o'zgarishlarni sodda tilda tushuntirib boraman. Avvallari ko'p masalalar qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, bankdagi eski ma'lumotlar yoki pensiya jamg'armasidagi arxiv yozuvlari asosida yuritilgan. Ya'ni pensioner pensiyasini olib yurgan bo'lsa, tizim uni ko'p hollarda faol oluvchi deb ko'rib kelgan. Agar odamning pasporti almashgan bo'lsa ham, yashash manzili o'zgargan bo'lsa ham, bank kartasi muddati tugagan bo'lsa ham, ba'zan bu darhol sezilmagan. Natijada ayrim odamlar yillar davomida ma'lumotlarni yangilamasdan pensiya olib yurishgan. Endi esa davlat organlari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Pensiya tizimi fuqarolik holati, pasport ma'lumotlari, bank hisob varaqlari, nogironlik bo'yicha tibbiy komissiya ma'lumotlari, yashash joyi, vafot etganlik yozuvlari, chet elga uzoq muddat chiqib ketish holatlari kabi ma'lumotlarni solishtira boshlaydi. Mana shu solishtirish natijasida tizimda mos kelmaydigan holatlar chiqsa, to'lov avtomatik ravishda tekshiruvga tushishi yoki vaqtincha to'xtatilishi mumkin. 20 noyabr sanasi atrofida gap so'z ko'payishining sababi ham shunda. Ko'plab hududlarda ma'lumotlarni yangilash, pensionerlarni elektron bazada tekshirish, bank kartalari va shaxsiy ma'lumotlarni moslashtirish jarayoni faollashadi. Men buni hammaning pensiyasi bir kunda to'xtaydi deb tushunmaslikni maslahat beraman. Lekin menga aloqasi yo'q deb beparvo qarash ham noto'g'ri. Chunki bitta noto'g'ri raqam, bitta eskirgan pasport, bitta yangilanmagan karta yoki bitta topshirilmagan ma'lumot pensiya kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda pasport yoki ID kartasini almashtirgan. Lekin pensiya jamg'armasi yoki bankdagi ma'lumotlarni yangilamagan odamlar ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, Oydin opa 2023 yilda eski pasportini ID kartaga almashtirgan. Bank kartasi esa eski pasport raqami bilan ochilgan. Pensiya tizimida ham eski hujjat raqami turibdi. Bank esa yangi identifikatsiya talab qilyapti. Natijada to'lov yuborilganda tizimda shaxs ma'lumoti mos emas degan holat paydo bo'lishi mumkin. Oydin opa pensiyasi bekor qilinmagan, lekin to'lov bankka tushmaydi yoki qaytadi. U buni tushunmay pensiyamni kesib tashlashdi deb o'ylashi mumkin. Ikkinchi guruh bank kartasining muddati tugagan pensionerlar. Juda ko'p odamlar kartaning old tomonida yozilgan oy va yilga e'tibor bermaydi. Masalan, kartada 21-24 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil noyabr oyining oxirigacha amal qiladi. Agar yangi karta olinmagan bo'lsa, dekabr to'lov tushmasligi mumkin. Ba'zi banklar avtomatik yangi karta chiqaradi. Ba'zilar esa odamning o'zi kelishini talab qiladi. Agar pensioner qishloqda yashasa, bankka borishga qiynalsa, farzandlari hali vaqt bor deb yuraversa, to'lov o'sha oyning o'zida to'xtab qolishi mumkin. Uchinchi guruh ishonchnoma orqali pensiya olinadigan holatlar. Masalan, bobosi yura olmaydi, pensiyani nabrasi olib beradi. Buning uchun notarial ishonchnoma rasmiylashtirilgan. Lekin ishonchnomaning muddati tugagan bo'lishi mumkin yoki ishonchnomada faqat bankdan pul olish yozilgan. Pensiya bilan bog'liq boshqa harakatlar ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Ayrim banklar endi bunday hujjatlarni qattiqroq tekshiradi. Agar ishonchnoma muddati o'tgan bo'lsa, pensiya hisobda turishi mumkin, lekin pulni yechib bo'lmaydi. Oila esa buni to'lov to'xtadi deb qabul qiladi. 4-guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda eng katta noziklik tibbiy ko'rik muddatida. Agar nogironlik ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa, masalan 1 yilga yoki 2 yilga muddat tugaganda qayta ko'rikdan o'tish kerak. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi ma'lumotlari tizimga o'z vaqtida tushmasa, nafaqa vaqtincha to'xtatilishi mumkin.
Masalan, 2 guruh nogironligi bo'lgan Akmal aka sentabrda qayta ko'rikdan o'tish kerak edi. Lekin sog'lig'i sabab bo'lmadi. U baribir ko'rib turishibdi, o'zlari uzaytiradi deb o'yladi. Noyabrga kelib tizimda uning nogironlik muddati tugagan deb ko'rinadi. Shunda to'lov ushlanadi. Keyin u hujjatni to'g'rilagach, ayrim holatlarda to'lov qayta tiklanadi, lekin vaqt va asab ketadi. 5-guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan bolalar va talabalar. Bu toifadagi to'lovlarda bolaning yoshi, o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani juda muhim. Masalan, bola o'rindikish yoshga to'ldi. Agar u kunduzgi bo'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumot tizimga kiritilmagan bo'lsa, pensiya to'xtashi mumkin. Yoki talab akademik ta'tilga chiqqan, sirtqi ta'limga o'tgan, o'qishdan chetlatilgan bo'lsa, to'lov davom etmasligi mumkin. Oila buni bilmaydi. Keyin qarzdorlik ham chiqib qolishi mumkin. 6-guruh chet elga uzoq muddat chiqib ketgan pensionerlar. Men bu yerda alohida ogohlantiraman. Chet elga chiqishning o'zi doim ham pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin doimiy yashash uchun chiqib ketish, ro'yxatdan chiqish, bank kartasini boshqa odam ishlatishi. Pensionerning tirikligini tasdiqlash bilan bog'liq masalalar bo'lsa, tizim savol qo'yishi mumkin. Masalan, pensioner Turkiyada, Rossiyada yoki Qozog'istonda farzandlari bilan yashayapti. Pensiya esa O'zbekistondagi kartaga tushyapti. Kartadan boshqa odam pul yechyapti. Agar bank shubhali operatsiya deb ko'rsa yoki pensioner shaxsan tasdiqlashdan o'tish kerak bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Agar sizning hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotingiz bankda ham, pensiya jamg'armasida ham to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz amal qilayotgan bo'lsa, pensiyani o'zingiz olib yursangiz. Yashash joyingiz bo'yicha muammo bo'lmasa, nogironlik yoki boshqa nafaqa muddatlari tugamagan bo'lsa, ortiqcha vahima qilishga hojat yo'q. Pensiya olish huquqi qonuniy asosda belgilangan bo'lsa, uni shunchaki ommaviy to'xtatamiz deb bekor qilishmaydi. Lekin men har doim bitta narsani aytaman. Tartibdagi odam ham tekshirib qo'ysa yutqazmaydi. Telefoningizdagi bank ilovasini ochib qarang, karta muddati bormi? SMS xabarnoma kelyaptimi? Pensiya odatda qaysi sanada tushardi? Oxirgi oy kechikmadimi? Agar siz yoshi katta inson bo'lsangiz, farzandlaringizdan yordam so'rang. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizning hujjatlarini keyin qilamiz deb qoldirmang. Birinchi misol, 20 yoshli Xolvin 2000 so'm pensiya oladi. U yangi ID karta olgan, lekin bankka bormagan. Pensiya jamg'armasida ham eski pasport seriyasi turibdi. Noyabrda to'lov yuboriladi. Bankda identifikatsiya mos kelmaydi. Rustam ota pul tushmaganini ko'rib, avval bankomatga boradi, keyin bankka boradi. Bank ma'lumotni yangilang deydi. U pensiya bo'limiga ham boradi. Agar u buni 20 noyabrgacha tekshirganda bir kunda hal qilardi. Lekin kechikib bo'lgani uchun to'lov keyingi reyestrga qolishi mumkin. Ikkinchi misol. 72 yoshli Malika opaning pensiyasini qizi ishonchnoma bilan olib beradi. Ishonchnoma 1 yilga berilgan, muddati endi noyabrda tugaydi. Qizi buni unutgan. 25 noyabrda pul yechmoqchi bo'ladi. Bank rad etadi. Hisobda pul bor, lekin olish mumkin emas. Yangi ishonchnoma rasmiylashtirish uchun ona shaxsan notariusga borish kerak yoki notariusni uyga chaqirish kerak bo'ladi. Bu esa qo'shimcha xarajat va vaqt degani. 3-misol. 19 yoshli Dilshod boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U kollejdan universitetga o'tgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqidagi ma'lumot o'z vaqtida taqdim etilmagan. Tizimda u 19 yoshdan oshgan va o'qish tasdiqlanmagan deb ko'rinadi. Natijada to'lov to'xtaydi. Keyin universitetdan ma'lumotnoma olib boradi, lekin qaytash jarayoni vaqt oladi. Oila esa shu pulga kommunal vaqt to'lovi. Dori-darmon yoki oziq-ovqat reja qilgan bo'lishi mumkin. 4-misol, nogironligi bo'lgan Shoira opa har oy nafaqa oladi. Uning qayta tibbiy ko'rik sanasi oktabrda edi. U navbat ko'p deb bormadi. Bir oy kechiksam hech narsa bo'lmaydi deb o'yladi. Lekin elektron tizim muddatini ko'radi. Natijada noyabr oyida to'lov vaqtincha ushlanadi. Keyin u ko'rikdan o'tadi. Hujjatlar tasdiqlanadi, lekin pul darhol tushmasligi mumkin. Chunki hamma jarayon reyestr, tasdiq, bank o'tkazmasi orqali ketadi. Eng birinchi nozik jihat, pensiya to'xtashi bilan pensiya huquqi bekor bo'lishi bir narsa emas. To'xtatish ko'pincha vaqtinchalik choradir. Sabab bartaraf etilsa, to'lov tiklanadi. Lekin ayrim holatlarda ortiqcha to'langan pul aniqlansa, uni qaytarish talabi ham qo'yilishi mumkin. Masalan, odam vafot etgandan keyin
uning kartasidan qarindoshlari bir necha oy pul yechgan bo'lsa, bu jiddiy muammo. Bunday pul keyinchalik qaytarilishi talab qilinadi, hatto huquqiy javobgarlik masalasi ham chiqishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, bankdagi muammo pensiya jamg'armasi muammosi degani emas. Juda ko'p pensionerlar pul tushmasa darhol pensiya bo'limiga yuguradi. Aslida esa karta bloklangan bo'lishi. PIN kod xato kiritilgani uchun cheklov qo'yilishi, karta muddati tugashi bank ilovasida xavfsizlik tekshiruvi bo'lishi mumkin. Shuning uchun avval bankdan hisob holatini aniqlash kerak. Agar pensiya bankka kelmagan bo'lsa, keyin pensiya jamg'armasidan so'raladi. Agar kelgan bo'lsa, muammo bank tomonda. Uchinchi nozik jihat yashash manzili. Ayrim to'lovlar, ayniqsa ijtimoiy nafaqalar ro'yxatdan o'tgan joy. Mahalla yoki oilaviy holat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar odam boshqa viloyatga ko'chib ketgan bo'lsa, lekin eski manzilda ro'yxatda turgan bo'lsa, ma'lumotlar mos kelmay qolishi mumkin. Pensiya odatda respublika bo'yicha ko'chiriladi, lekin hujjatlar yangilanmasa savollar tug'iladi. To'rtinchi nozik jihat. Pensionerning o'zi tirikligini tasdiqlash masalasi. Bu ayniqsa uzoq vaqt bankka bormagan. Kartadan faqat boshqa odamlar foydalanayotgan, chet elda bo'lgan pensionerlar uchun muhim. Tizim odamning o'zi pensiyadan foydalanayotganini bilishi kerak. Agar shubha paydo bo'lsa, bank yoki tegishli organ shaxsni tasdiqlashni so'rashi mumkin. 5-nozik jihat, SMS kelmasam pul tushgan bo'lishi mumkin. Ba'zan telefon raqami o'zgargan bo'ladi, SMS xabarnoma o'chib qoladi, bank ilovasi ishlamaydi. Pensioner pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida hisobda pul turadi. Shuning uchun faqat SMS ga ishonmasdan, bankomat, bank ilovasi yoki bank xodimi orqali hisobni tekshirtirish kerak. 6-nozik jihat. Familiya, ism. Otasining ismidagi bitta harf ham muammo chiqarishi mumkin. Masalan, pasportda Gulbahor, bankda Gulbahor, pensiya bazasida Gulbahor bo'lsa, ayrim tizimlar buni bir shaxs deb tanisa. Ayrim tekshiruvlarda mos kelmaslik chiqishi mumkin. Ayniqsa lotin va kiril yozuvidagi farqlar, apostrof harflar almashish katta rol o'ynaydi. Shuning uchun hujjatlarda ism sharif bir xil yozilganini tekshirish kerak. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ayda kartangiz amal qilyaptimi? Ma'lumotlar to'g'rimi? Tug'ilgan sana, JSHIR, familiya va ism xatosiz yozilganmi? Shuni ko'ring. Agar pasport yaqinda almashtirilgan bo'lsa, bankka borib ma'lumotni yangilang. Pensiya bo'limiga ham murojaat qilib, bazadagi ma'lumotlar yangi hujjatga mosligini so'rang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati, hisob raqami, SMS xabarnoma ulanganmi, karta bloklanmaganmi, shularni aniqlang. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka borib yangi karta oling. Pensionerning o'zi bora olmasa, bankdan uyga xizmat imkoniyati bormi? Ishonchnoma bilan bo'ladimi? Shuni oldindan so'rang. Uchinchi qadam, agar pensiyani ishonchnoma bilan olsangiz, ishonchnoma muddatini tekshiring. Notarius bergan hujjatda sana bo'ladi. Muddati tugashiga 15 kun qolgan bo'lsa, yangilashni hozirdan boshlang. Agar pensioner yura olmasa, notariusni uyga chaqirish tartibini so'rang. Ishonchnomada bank amaliyotlari, pensiya mablag'larini olish. Kerak bo'lsa hujjat topshirish vakolati aniq yozilgan bo'lsin. 4-qadam, nogironlik nafaqasi yoki pensiyasi olsangiz, tibbiy ko'rik muddatini tekshiring. Qaysi sanagacha belgilangan? Qayta ko'rikdan qachon o'tish kerak? Hujjatlar tizimga tushganmi? Bularni aniqlang. Agar komissiyadan o'tgan bo'lsangiz, o'tdim-ku deb qo'ymang. Ma'lumot elektron bazada aks etganini ham tekshirtiring. 5-qadam. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan farzandlar bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumot oling. Talaba kunduzgi bo'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. O'yindagi yoshdan oshgan bolalar uchun bu juda muhim. Agar o'qish joyi o'zgargan bo'lsa, eski ma'lumot bilan yuravermang. 6-qadam. Yashash joyingiz va telefon raqamingizni yangilang. Pensiya bo'limi, bank, mahalla va boshqa tizimlarda eski telefon raqamingiz turgan bo'lsa, siz muhim xabarnomani olmay qolishingiz mumkin. Ko'p muammo odamga xabar yetib bormagani uchun kattalashadi. 7-qadam. Agar pensiya tushmay qolsa, tartibli harakat qiling. Avval bankka murojaat qiling va mening hisobimga pensiya mablag'i kelganmi yoki yo'qmi deb aniq so'rang. Agar kelgan bo'lsa, nega yechib bo'lmayotganini yozma yoki og'zaki tushuntirishni talab qiling. Agar bank mablag' kelmagan desa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, bank karta ma'lumotlari
pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni ishonchnoma bo'lsa, ishonchnomani nogironlik yoki o'qish bo'yicha hujjatlarni olib boring. 8-qadam. Murojaatni og'zaki qoldirmang. Agar muammo tez hal bo'lmasa, yozma ariza bering. Arizada pensiya to'lovim qaysi sababga ko'ra to'xtatilgani yoki kechiktirgani haqida yozma ma'lumot berishingizni, sabab bartaraf etilgach to'lovni tiklab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Ariza ro'yxatga olingan raqamni saqlab qo'ying. 9-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 20 noyabrdan pensiyang to'xtaydi. Menga pasportingni yubor, kartangni ayt. SMS kodni ber, men tiklab beraman deganlarga ishonmang. Hech kimga karta raqami, PIN kod, SMS kod, bank ilovasiz parolini bermang. Davlat organlari yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Pensionerlar aynan shunday vahima paytida firibgarlar tuzog'iga tushib qoladi. 10-qadam. Farzandlar va qarindoshlar mas'uliyatni oling. Ota-onangiz yoki buvi bobongiz hujjatlarni tushunmasligi mumkin. Ular mening vaqtimda bunaqa narsa yo'q edi deyishadi. Siz esa ularga yordam bering, kartasini ko'ring, hujjatini tekshiring. Bankka birga boring, pensiya bo'limiga qo'ng'iroq qiling. Bir kun vaqt ajratsangiz, keyin bir necha oy ovora bo'lishning oldini olasiz. Demak, 20 noyabrdan keyin pensiyalar hammaniki ommaviy bekor bo'ladi degan vahimaga berilish kerak emas. Lekin ma'lumotlar tekshiruvi, bank kartalari, pasport va ID karta mosligi, ishonchnoma muddati, nogironlik ko'rigi, o'qish ma'lumoti, chet elda bo'lish holati kabi sabablar tufayli ayrim to'lovlar vaqtincha to'xtatilishi yoki kechikishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l kutib o'tirmasdan hoziroq tekshirish, hujjatlarni tartibga keltirish va muammo bo'lsa yozma murojaat qilish. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olsangiz, bugunoq karta muddatini, pasport ma'lumotlarini, ishonchnoma va tibbiy hujjatlarni tekshirib chiqing. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari bilan bog'liq kechikish yoki tekshiruv bo'lyaptimi? Savolingiz bo'lsa, holatingizni aniq yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan muammolarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, pensioner tanishlaringizga yuboring. Bu ogohlantirish kimningdir bir oylik daromadini vaqtida olishiga yordam berishi mumkin.